Men sizlarga bugun oddiy qilayotganda birlamchi o't o'chirish vositalaridan foydalanish haqida ozgina tushuncha bermoqchiman. Ana, mening qo'limda ikki xil birlamchi o't o'chirish vositasi bor. Buni огнетушитель deb ham yuritishadi. Men bu qo'limdagi OP, ya'ni огнетушитель порошковой turdagi огнетушитель, bunisi OU, огнетушитель углекислотный. Bizada hozir mana shu O'zbekiston sharoitida mana shu ikki xil огнетушитель ommalashgan. Men mana огнетушительni ishlatishni ko'rsataman. Mana albatta bunda mana bu joyda davlenasi bo'lishi kerak, davlenaga e'tibor berish kerak, davlena turgan bo'lishi kerak. Mana bu joyda oxirgi marta qachon qayta zaryadlanganligi haqida ma'lumot bo'lishi kerak. Buni ishlatishda mana plombasi bor, hamma narsasiga e'tibor berdik. Berkasi tortib ishlatiladi. Albatta bu bir joyda uzoq muddat turgan bo'lishi mumkinligini, ehtimolligini hisobga olgan holda qo'lga olganimizdan keyin обязательно mana bunday qilib 2 marta yoki 3 marta imkon darajasiga aylantirib olish kerak. Bu yoqdan berka uzilib, ochilgandan keyin olib olovga qarab sepiladi. Shuni esdan chiqarish kerak emaski, bu огнетушитель o'z nomi bilan birlamchi o't o'chirish vositasi, ya'ni yong'inni dastlabki vaqtida yong'inni o'chirishga xizmat qiladi.